5-may kasb va mehnat kuni. Sana munosabati bilan poytaxtimizdagi Alpomish muz saroyida ilk bor kasblar festivali o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir yoshlarni turli kasblarga qiziqtirish va zamonaviy mehnat bozoriga yo'naltirishga xizmat qiladi. Festival doirasida yoshlar kasblar ko'rgazmasi, xalqaro taqdimotlar, startap loyihalar bilan tanishmoqda. Tadbir Kasbiy ta'lim agentligi tomonidan tashkil etilgan bo'lib, u kun davomida minglab yoshlarni bir maydonda jamladi. Festivalning asosiy maqsadi yoshlarning kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish, kasbiy ta'limni keng targ'ib qilish orqali yoshlarni zamonaviy hamda talab yuqori bo'lgan sohalarga yo'naltirishdan iborat. Festivalda kasblar ko'rgazmasi, muhandislar, o'zbek sanoati, inklyuziv ta'lim kabi maxsus pavilyonlar orqali yoshlar zamonaviy texnologiyalar yordamida turli kasblarni amalda sinab ko'rish, mutaxassislardan maslahat olish va innovatsion ishlanmalar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldi. Asosiy maqsadimiz yoshlarga bugun kasbning ustuvorligini, ahamiyatini tushuntirish. Bugun yoshlarimiz sun'iy intellekt kirib kelayotgan zamonda ertaga mehnat bozorida raqobatbardosh kadr bo'lishi uchun haqiqatda bozorda ehtiyoj bo'ladigan kasblarni egasi bo'lish kerak. Bugun yoshlarda qiziqish juda katta. Zamonaviy kasblar bilan an'anaviy kasblar umuman ertangi kunda O'zbekiston mehnat bozorida qolaversa, xalqaro mehnat bozorida qaysi kasblarga ehtiyoj bor, ular qaysi yo'lni tanlashi kerak va eng muhimi ular bugun o'zini iqtidorni kasb qilish uchun bir qancha pavilyonlar tashkil etilgan. Bu psixolog maslahat pavilyoni, kasblar pavilyoni bugun albatta yoshlarimiz o'zlarini yo'lini belgilash uchun juda ajoyib bir maydoncha tashkil etilgan. Buning asosiy maqsadi aynan shulardan iborat. Tashkillashtirilgan ko'rgazmalar pavilyoni yoshlarning iqtidorini namoyon qilish uchun keng maydon vazifasini bajaryapti desak ham bo'ladi. Kiyimlarni, kostyum kiyimlarni o'zingiz tikkansiz? O'zimiz tikkanmiz. Festivaldan mamnunmiz. Xudo xolasa bizning maqsad shu katta fabrika ochib, boshqa davlatlarga eksport qilib, O'zbekistonni ko'tarish. Chavarsini ko'taramiz. Adresda o'qiyapman. Bu kelib o'rganib ketyapman bo'ladi. Menga endi festival turtki bo'ldi. O'rganishimga qiziqib qoldim. Endi shu kasb bilan ketmoqchisiz? Ha, shu kasb bilan ketmoqchiman. Ko'p do'stlar orttirdim. Masalan, hozirgina shaxmatni o'rgatishda dron uchirish bo'yicha ancha ko'nikmalarga ega bo'ldim. Va undan tashqari ham ancha yo'nalishlar bo'yicha menga ko'p yo'llarni ochib berdi, tanish bilishlar orttirish va menga foydali tomonlari bo'ldi. Kelajakda men o'zim asalari sohasiga anchagina mehrim ortdi, qiziqishim bo'ldi. Shuning uchun asalarchilik firmasini ochib ingliz tilini ham o'rgandim. Hozir shu bilan jahonga ham hattoki eksport qilib yuqori darajadagi firma, korxonalarni ochish niyatlarim bor. Tadbirda nufuzli xalqaro tashkilotlar, shuningdek, o'nlab mahalliy korxona va ta'lim muassasalari qatnashdi. Festival doirasida Prezident sovrini uchun Yangi O'zbekiston bunyodkorlari ko'rik-tanlovining mahalliy bosqichlari ham o'tkazildi. Eng faol ishtirokchilar, iqtidorli yoshlar va pedagoglar turli nominatsiyalar bilan taqdirlandi. Biz Shveysariya loyihasi sifatida O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishga ko'maklashmoqdamiz. Bu yerda bo'lishdan juda xursandman. Ayniqsa, tadbir ko'lami meni hayratda qoldirdi. O'tgan yili biz kichikroq tadbirni boshlagan edik, ammo bugun O'zbekiston bu tashabbusni o'z qo'liga olib, uni yanada keng va ta'sirli darajaga olib chiqdi. Bu festival yoshlar uchun kasbiy ta'lim imkoniyatlarining kengligini ko'rsatadi. Bu yerda o'quvchilarimiz bilan birga qo'lbola mehnat bilan tayyorlangan mahsulotlarni sotuvga olib chiqqanmiz. Bu yerda kasb-hunar bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tilyapti. Shunda o'zimizning qo'l mehnatimizni qolgan kelgan mehmonlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Sotib olyapti. Ancha-muncha mahsulotimiz sotuvga chiqyapti. Ishga bo'lgan muhabbatimiz oshiryapti. Yanada O'zim bilan birga hozir 6 talaba o'quvchi birgalikda olib kelganmiz. Ya'ni biz nima qilamiz? Buni konstruksiyasi yasaladi, bunga kod yozish, buni hammasi o'zimizda qilinadi. Maqsad ham mahsulot sotish, ham kerak bo'lsa, masalan, shularni dasturlashni o'rgatish. Hozirgi festivalda ham kelib mana shunaqa narsani boshqarishni biladigan, mana shunaqa narsalarni o'rgatadigan talabalar mavjudmi? Biz ularni ishga qabul qilsak bo'ladimi deb, masalan, shu kasbiy ta'lim ulardan ham so'rashdi va biz ularga albatta o'z yordamimizni beramiz, takliflarimizni berdik. Albatta bu takliflardan biz xursand bo'lamiz. O'rta Osiyoda birinchi o'rinni olib, Fransiyaga yo'llanma olganmiz o'quvchim bilan. Ular hammasi bizning o'quvchilarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda xalqimizga tatbiq qilyapmiz. Lekin men buni o'zimizda keng qilib, ishxonamizda yakka tartib qilib, o'zim ochib, shuni xalqqa tatbiq qilsam, Kimni ishlatmoqchisiz ish bo'layapti?
ularni faqatgina o'zim o'quvchilarim bilan birgalikda. Ushbu kasblar festivalida har bir ishtirokchi o'ziga xos va mos bo'lgan kasblar bilan yaqindan tanishi va kelajak sari dadil qadam tashlashi mumkin. Qisqa qilib aytganda, ushbu kasblar festivali yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Ma'lumot o'rnida ushbu festival respublikamiz bo'ylab 30-mayga qadar davom etadi. Hasanboy Dehqonov, Avazbek Sadullayev bugun dasturi uchun.